kunda nafaqat O'zbekiston, nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun bir dunyodagi mamlakatlarda haligi migratsiya masalasi turli xil har xil muammolar paydo bo'lyapti. Bu qanday muammolar? Birinchidan o'sha migrantlarni ijtimoiy ahvoli yaxshi emasligi. Ikkinchidan ularni o'sha mehnat qilayotganda ular uchun alohida bir mehnat qonunlari yo'qligi, ularni 12 soatlab, 10 soatlab mehnat qilishi. Keyingi 7-8 yilda davlatning migratsiyaga bo'lgan munosabati 180 gradusga o'zgardi. Ya'ni migrantlar ham inson, ular ham bizni vatandoshlarimiz, ular ham O'zbekiston fuqarosi, ularni ham foydasi tegyapti, ularni himoyalashimiz kerak, ular bizni bir qismimiz degan tushunchalar paydo bo'ldi. Bu albatta prezidentimizning sa'y-harakatlari, tashabbuslari bilan amalga oshirildi. Mana hozir Yevropa mamlakatlari har birida 30 ming, 20 ming, 40 ming, 50 ming gacha bo'lgan ish o'rinlari yaratilib, u yerlarga o'sha davlatning homiyligida migrantlar ishga jo'natilyapti. Demak, hozirgi kunda nafaqat O'zbekiston, nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun bir dunyodagi mamlakatlarda haligi migratsiya masalasi turli xil har xil muammolar paydo bo'lyapti. Hatto bu rivojlangan mamlakatlarda ham, o'tish davrini o'z boshidan kechirayotgan mamlakatlarda ham migratsiya muammolari uchrab turibdi. Bu qanday muammolar? Birinchidan o'sha migrantlarni ijtimoiy ahvoli yaxshi emasligi. Ikkinchidan ularni o'sha mehnat qilayotganda ular uchun alohida bir mehnat qonunlari yo'qligi, ularni 12 soatlab, 10 soatlab mehnat qilishi. Uchinchidan ularni ijtimoiy hayoti yaxshi emasligi. Lekin shunga qaramasdan migratsiya jarayoni unaqa to'xtab qolgani yo'q, barqaror ravishda yashab kelyapti bir necha yillardan beri. Ayniqsa bizni o'zbekistonlik migrantlar ko'proq Rossiyaga borib mehnat qiladi, keyin Qozog'iston, keyin boshqa mamlakatlarda mehnat migratsiyasi faoliyati bilan shug'ullanadi. Rossiyada migratsiyani tartibga soladigan qonunchilik rivojlantirildi. Bunda migrantlarga nisbatan talablar ancha oshirildi. Ayniqsa masalan ularning til bilishi, o'zi boradigan mamlakat tarixini yaxshi bilishi, o'zi boradigan mamlakatda urf-odati, an'analariga hurmat bilan qarashi, keyin butun qonunga amal qilib yashashi, o'zi to'g'risidagi ma'lumotlarni ochiqlantirishi to'g'risidagi talablar e'lon qilindi. Hukumatimiz rahbariyati boshqa mamlakatlar rahbariyati bilan shu migratsiya sohasida paydo bo'lgan muammolarni o'zaro kelishtirish uchun faoliyatlar olib bora boshladi. Masalan, ilgari bir 7-8 yil ilgari migrantlar Moskvada, boshqa mamlakatlar shaharlarida xizmat qilib yurgan bo'lsa, hukumat tomonidan qoralanardi. Ular mashina olish uchun borgan, ular qor kurab yuribdi, unday bunday deb ularga nisbatan salbiy munosabatda bo'linardi. Keyingi 7-8 yilda davlatning migratsiyaga bo'lgan munosabati 180 gradusga o'zgardi. Ya'ni migrantlar ham inson, ular ham bizni vatandoshlarimiz, ular ham O'zbekiston fuqarosi, ularni ham foydasi tegyapti, ularni himoyalashimiz kerak, ular bizni bir qismimiz degan tushunchalar paydo bo'ldi. Bu albatta prezidentimizning sa'y-harakatlari, tashabbuslari bilan amalga oshirildi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan biz o'sha Rossiya, Qozog'iston bilan migrantlarni yuborish masalasida cheklanib qolishni istamadik. Mana hozirgi kunda biz Yevropaga yo'l ochyapmiz. Masalan, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Turkiya, Bolgariya shu kabi mamlakatlarga biz o'zimizning migrantlarimizni jo'natyapmiz. Bu ishda o'sha mehnat migratsiyasi bilan shug'ullanuvchi agentlik katta xizmatlar olib boryapti. Hukumat bunga juda katta yordam beryapti. Mana hozir Yevropa mamlakatlari har birida 30 ming, 20 ming, 40 ming, 50 ming gacha bo'lgan ish o'rinlari yaratilib, u yerlarga o'sha davlatning homiyligida migrantlar ishga jo'natilyapti. Demak, agar biz keyingi 7-8 yillik o'zimizni mehnat migratsiyasi sohasidagi tajribamizni tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, bu migratsiya jarayonlari o'zini qonuniga ega bo'ldi. U tartibli kechadigan bo'ldi. Bunda davlatning o'zi ham bir homiy sifatida ishtirok etadigan bo'ldi va migrantlarga nisbatan jamiyatda, davlatda munosabati o'zgardi. Ularning huquqlari barcha bilan tengligi e'lon qilindi. Bu albatta bizning mamlakatimizdagi hamma siyosatni insonga qaratilganligi, insoniy qadriyatga qaratilganligi, jamiyatni davlat tomonidan boshqarilishda eng birinchi g'amxo'rlik insonga, keyin jamiyatga, keyin davlatga qilinishi kerakligi. Ya'ni inson, jamiyat va davlat prinsiplari asosida davlatning faoliyat olib borishi natijasida yuzaga kelganligini ta'kidlash lozim. Albatta bu soha to'xtab qolmaydi. Bu sohadagi takomillashishlar, o'zgarishlar, bu sohani modernizatsiyalash jarayonlari yana davom etadi. O'ylaymizki, bu soha nafaqat o'sha mehnat migrantlariga, balki O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotiga ham, uni salohiyatini oshishiga ham juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi.